Denizga. Men boraman deb va'da berib qo'ydim. Keldim mana. Qo'qonga tushdim. Qo'qonda Yulayga tushdim. Hatta mahalla raisi ijtimoiy hamma tashkilot keldi. Borib kirdi, eshiklarni qulib. 200 ham yo'q ekan. O'zinglar ham yo'q ekan. Uni ham yo'q qilib qo'ymasdi Shavkatjon. Qanaqa yo'q qilib qo'ydi? Anvarjonda ham. Qanaqa yo'q qilib qo'ydi? Ha yo'q ekan-ku, eshikni ochmabdi-yu. Yo'q. Hech kim chiqmayveringlar uni ham. Qanaqa yo'q qo'yamiz? U yasharmikan u? O'sha yerda yashayapti. Ha yo'q ekan-ku. Yashayapti, yo'q ekanda, qayerdir chiqib ketgan. Bu yashamayaptimikan? Xullas, keling, anaqa ilmali gaplaringiz kerak emas. Ya endi mana buni men sizga kecha ko'rdingiz. Mana siz gapimni eshitib oxirigacha, gapni eshitib turasizmi? Gapni eshitib olmayapman. Xullas, 200 remont masalasini ijtimoiyga aytdim. Uyini remontiga pul ajratib beradi, remont bo'ladi. To'y masalasini mahalla uyushmasiga aytdim, kelishib oldik. Hech qanaqa e'tiroz yo'q. Qachon qis topsangiz, o'sha kuni yo'q to'y deyishdi. Mahalla guzarida to'yxona bor ekan. Oziq-ovqatini qilib chiroyli qilib to'yda o'tkazib berishadi. Muammo yo'q. Endi men masalani qo'yganimda singlilari bor dedim. Singlilarining ham haqiqatda ro'zadan keyin to'ylari. Shu to'ylarni o'tkazishimiz kerak degan masalani qo'ydim. Haqiqatda erta bas ekanlar. Men sразу mahalla uyushmasi bilan gaplashib, xullas mana Bog'doddan singlingizni to'yini ham o'tkazib beramiz. Faqat kunini aytib bersanglar bo'ldi. Sizga nima farqi bor? Raisga ayting siz, to'xtang, rais gapiradi bu yerda. Siz emas, uni raisning gapini siz menga olib kelyapsiz. Bu yerda yashayapti. Men olib kelganim yo'q, men aytyapman. Rais bo'l, siz ko'rganmisiz bu qizni? Siz yordam ko'rsatgansiz, siz meni ko'rgansiz. Orderda men bilan qizim bor, xolos. Ey qiz, o. Men buni olmayman. Mahalla komiteti rais sizni yuzga olib keldi. Men uyimga qabul qilmayman men. Men uyimga qabul qilmayman Shavkatjon. Qayerga tashab ketsangiz tashab keting. Men uyimga qabul qilmayman. Albatta siz uyingizga qabul qilasiz. Gapimni eshitib. Men uyimga qabul qilmayman. Sizga qabul qilasizmi, qilmaysizmi degan masala bo'layotgan, ukangizga yordam berish uchun kelyapman men. Tushunyapsizmi? Qondan qilinsin yordamda. Yordam sizga nima farqi bor? Nimaga baqa olib keldingiz hozir siz buni? Nimasiga, ukangizga adan yordam qilinyapti, singlingizga ba'dan yordam qilyapti. Bo'ldi, masala yo'q. Ba'zi metda muammo, yordam qilish kerakmi? To'yini o'tkazish kerakmi? Bu yerda yashamaydi-ku. Yo'q, bu yerda yashamaydi-ku. Yo'q, siz savolga to'g'ri javob bering. Masala nimada? Yordam berish kerakmi? Yo'q, bu yerdan yordam olmaydi-ku. Bu yerda fuqarosi emas-ku. Farqi bor, sizga yordam beradimi? Siz oldingizda yashayapti-ku. Bola yordam beraman deyapti. Farg'ona viloyat qilyapsiz-ku, baribir viloyatdan kelyapti. Farg'ona qiladigan bo'lsa, Qo'qondan qilavering. Farg'ona sizga nima farqi bor? Yordam bersa bo'ldimi? Yo'q, endi hozir nimaga rais mana gapirsin, yosh katta odam. Bu yerda yashamaydi-ku. To'g'ri, yordam beramiz. Buni uyushma yordam qiladi, viloyat. Malik betdan qilmasin. Betdan qilmaydi. Ha, viloyat uyushmasi qilyapti. Adam aka bilan gaplashdim, viloyat boshqarmasi bilan gaplashdim. Qo'qonga topshiriq berdi. Qo'qonga topshiriq berdi. Qo'qon nimaga qilyapti? Umumiy nazorat xullas mahalla uyushmasi rahbarining bo'ynida o'zi sekin qildiryapti. Farqi yo'q sizga. Qayerdan bo'ladi, qanaqa bo'ladimi? Yordam bersangiz bo'ldimi? 53 ta raisiga gapingiz o'tmadimi? Nima deganingiz 53 ta raisi? O'sha yerdan pensiyasini oldi kecha. Gap bu yerda gap o'tishmaslikda. Bak, yordam berishlikda. Yo'q, Qo'qondan beringlar, Xudo xayrlaringni bersin. Yordam bersangiz bo'ldimi? Viloyatdan yordam beramiz. Bo'ladimi? Bo'lmasa viloyatdan bu bekka olib kelmanglar, buni raislarni bekka yig'manglar. Siz men qayerda deb so'rasam Bog'dodda dedik-ku. Siz mana raisdan bu har kuni bitta emas. Siz yordam olasizmi yo'qmi? To'xtang, siz gapni eshiting. Bu kecha Farg'onaga siz oldingizga bordi, to'g'rimi? Kech keldik aytdan. Men buni Qo'qonga, ham Qo'qonda gazela qolmabdi. Bog'dodga zo'rg'a urinib qoldik. Ana sayt farqi mana ijtimoiy ushga kirdik biz. Avtomobilga chiqdik, keyin gazel kelib qoldi. Propska Qo'qon. Qo'yini kelib qoldi-da, gazel kelib qoldi, o'shanga arang ulgurib qoldik Bog'dodga. Ana nima chiqarib yubordi bizni? O'tkirjonlar, nodirjonlar chiqarib yubordi. Kech keldik. Bor, ketaver. Ana yerdan bag'aga Qo'qonga ketaver degani qiz bola narsa. Keyin sizga bu telefon qildi. Siz Darg'aridaman dedingiz, o'sha bitirib bo'lgandan keyin aka o'taman degan ekansiz. Keyin bu menga aytdi, "Apa, men boraman" deb turadi. Keyin siz qilib qolmang. Bu jiyaringizmi, ukangizmi? Kim? Ukangizmi? Singlim. Singlingizmi? Siz oldingizda yashasizmi u? Men Yashayapti-ku. Yashagani yo'q, kecha keldi deb tushunyapsizmi? Kecha keldi. Yashagan bo'lsa nimaga rais bu yordam bermadi? Nimaga nazorat qilmayapti? Kelganda emas-ku. Uchastkavoy inspektor nima nazorat qilmayapti? Qachondan beri yashayapti rais? Bu xoniga bo'lmasa. Bu xoniga berolmaydi-ku balki kelib olib. Qiz bola narsa qarash kerakmi? Inspektor kirib chiqib yurolmaydi-ku. Ro'yxat qilish kerakmi? Ro'yxatingizga olgansizmi, rais bu? Yo'q, rais emas. Inspektor Inspektor shug'ullangan pashsha ham uchib kirmaslik kerak. Sen meni uyimda yashab yuribsan ekan. Ro'yxatingizda bormi? 1 mingga olganmisiz?
Ha? Chetda Men yashayapti. nega- Reis yordam qilaman degan yo'q, savolni oxirigacha Ya. eshitdik. Sizga Farg'ona viloyati yordam qilaman dedi. Bu Qo'qonda chetda tursa ham turganingiz uchun olib qilaversin Farg'ona. chiqyapti. Qo'qonda tursa ham qilaversin yordamini. Bo'ldi, Qo'qonda turgan bo'lsa o'sha Qo'qonda Qo'qon yordam rais qiladi. qilsin yordamini. Bu reis yordam qilaman degan yo'q. Bizga faqat siz Ya, uyingizga xo'p, bo'lgani uchun birga kirdi bu. Yo, Ya. o'sha yerdan qilaveringlar. Yordamda o'sha viloyat qilyapti-ku, Qo'qonda fuqarosi bo'ldi, qilaveringlar pensiyasini o'sha Men sizda yashasam men sizga murojaat qilib chiqqanmanmi? Yordam so'raganmanmi? Временni ro'yxatga olganmisizlar? Mana qishloq xo'jaligi bo'yicha ro'yxatga olganmisizlar? Xatlo ketdi, mana prezident. O'shanda olganmisizlar? Yo'q. Ha. Qo'qondan o'qib ketdim. Hop, bu yerda yashayapman ekan. Men bu yerdan olinmadim masalan. Ha, siz bugun shu yerda yashayotganingiz bilan chaqirdim men. Xotin qizlar faoli siz bilan Men gaplashib. kecha- Nima rasxotingiz bo'lsa, qanaqa muammongiz bo'lsa yozib beradi, yordam qilamiz. Kecha men Said Farruh Men aka sizga ertalab bilan telefon qildim. Said Farruh aka bilan Ya, sizga telefon qildimmi? Qo'qonga ketyapman dedimmi? Nima bor? Men qildim. Men qildim. qaytarib qildimmi? Men qildim sizga. Keyin qaytarib qildimmi? Ketyapman. Anvar Ketyapman deb qilmadingiz. Men qildim. Haqiga boraman Men dedimmi? dangara chekkasidaman, qishloqdaman dedingiz Qo'qonga boraman mahallada. dedimmi? Abidan keyin boraman dedingiz. Ha, bo'pti. Nima qildim? Ha, bo'pti. O'sha yerdan qilinglar bo'lmasa. O'sha yerda insonlar yordam qilish kerakmi, nima qilish kerak? Aytgan Ayting. Farqi nima sizga? Qayerdan bo'lsa ham. Bittadan bas. Sizga nima farqi nima? Yordam qilsa bo'ldimi? Bittadan bas. Ketadi. Farg'ona viloyat yordam qilsa Qo'qonga bo'ldimi? ketsin, men bittadan qaramayman men hozir. Ya, ajoyib ekansizlar sizlar. Men uyimga olib kirmayman men hozir. Sizga begonami bu? Nima? Begona emas, singlim, jigarim meni. Jigariga billa Bir kun kelsa nima tiqib qo'yyapsizlar? Bir Kim kun tiqib kelsa. qo'yyapti sizni? Mana hozir Hech kim tiqib qo'ygan yo'q sizga. Menga bittadan qilmaylar. Sizga yordam berishgani keldim men. Ha, siz telefon qilib aytdingizmi? Qo'qondan. Ya, siz telefon qilib keling dedingizmi? Nima qilayman? Meni o'rganing. Siz meni o'rganing bitta. O singiz keling dedimi menga? Meni o'rganing Men dedim. keling demadim. Men aytdim sizga, Men keling dedim. siz o'rganganim kelganim yo'q, men bu qizni masalasi bo'yicha Men kelganman. o'rgangani kerak, Shavkatga men o'rganmaysizmi dedim. Farg'onada turib aytdim. Sizni masalangizni o'sha yerda hal qilyapmiz. Polizga voucheringiz bor. Doktorga gaplashyapmiz, hamma yo'g'ingiz masalangizni hal qilyapmiz. Men kecha siz bilan gaplashdim. Zilolaxonni ertaga Qo'qonga boraman. Bu aytdiki, menga to'yimni qilib berish kerak. Ro'zadan keyin to'yim bor. Esingizda bo'lsa o'sha paytda yordam beraman dedingizda. Haqiqatda, mana to'yingiz kuni chiqsin, mahalla uyushmasi bilan yordam beramiz. Chiroyli qilib to'yingizni o'tkazib beramiz deb aytdik. Hokimiga qo'yib berasan. Bog'dodga nimaga qo'yyapti hozir? Qo'qonga nimaga gaplaring o'tmadi? Shunga shuni muammo Siz qana odamsiz. Yo, hozir bir kun shaharga baytga siz baytda bo'lsa qayerga boraman men? Olyapti. Bo'lmasa Uchko'prikka borib, Uchko'prikka borib turaman bo'lmasa. Reis yig'ishtiryapsiz. Hozir Uchko'prikka turgan bo'lsa, Uchko'prikka borsam, Uchko'prikka qo'yayotgan bo'lib qolamanmi hozir? Opa. Reis qarasin. Opa, biz Qo'qonga bizlar bordik. Qo'qonda yo'q ekan, chetga keldi xolos. Rosa bu yerda bilmaganligi uchun biz olib keldik uyushma chetga. Boshqa masala yo'q. Zilola, men siz niyatingiz nimagaligini bilmasdim. Kecha men sizga va'da berdim, yordam beraman dedim qo'limdan. Ishimdan qolib keldim Qo'qonga, ishimdan qolib Bog'dodga keldim. Endi qilgan qilig'laring noto'g'ri bo'lyapti. Sizga shindildan yordam berish uchun keldim men. Tushunyapsizmi? Butun boshlik armiyani olib keldim men sizga. Butun boshlik Qo'qonga olib bordim armiyani. Ijtimoiy, mahalla, xotin-qizlar, mahalla yettiligini Qo'qon shaharida rahbari o'sha yerda turdi. Sizga yordam beraman deb. Ammo men kechqurun 9da borgancha qarang. Akasiga yordam beraman, shuncha odam bordi. Keyin telefon qildingiz. Men Bog'doddaman, gapimni eshitib turing. Bog'doddaman dedingiz. Gapni eshitib turing. Bog'doddaman dedingiz. Xo'p, Bog'dodga keling dedingiz. Bog'dodga kelyapman. Bog'dodga hamma rahbar shu yerda. Hamma yordam beraman deyapti. Lekin siz ko'ksida itaryapsiz. Nima qilish kerak hozir? Men yetarganim. Ha, siz yordam olmayman deyapsiz-ku hozir. Men hozir yetarganim. Ha, nimaga meni chaqirdinglar bo'lmasa yordam bo'lsa? Qarang. Men kecha Said Farruhni Masala yordam berish kerak. qarang, yo meni eshiting, men Yo'q, Nargiza yo meni to'xtab eshiting. turing-da. Men ham Nima gapiray. yordam qilasiz hozir bittadan? Men ham eshiting. Meni ham eshiting, to'xtab turing. Kim ushimiz? Farqi nima? Sizga yordam beradi. Spiska beradi, yordamini beradi. Kim spiskani beradi? Bir kuz beradi. Mana xotin-qizlar o'zi spiska qiladi. Opa bilan gaplashasiz, o'tirib. Yo'q. Nima ketadi? Qanaqa qizlaring bas bu. Opa o'tirib spiska qilasizlar. To'yga, sarpo surug'i, o'sha to'y xarajatlari yengil tepdagi qilib, chiroyli qilib, siqam, ya bo'lmam kuymaydigan qilib, og'ir kelmaydigan qilib, bularga ertaga kamchilik bo'lmasligini hisobga olib chiroyli spiska qilasiz. Spiskani keyin menga berasiz, men mahalla uyushmasi bilan yordamini beramiz. O'shanda ham to'yini kunini chiqaradilar, to'y kunga qarab turib beramiz, yordam beramiz. Yana nima qilib bering? Qo'qon beradi bir ro'yxatni, bog' bermaydi. Endi meni eshiting. Men olsam bo'lmaydimi ro'yxatni? Qarang, meni eshitingda. Bo'lmasa Qo'qonga boringlar, bo'lmasa opa. Men yordam bergani keldim. Tayyor bordi. Farg'onada ham shu xotin-qizlarni kattasi o'tiribdi. Ortiq chiqdi. Ko'rmaymizmi shu nimani?
Shaka kelar ekansiz, Bag'dodga qilibman. Bag'dodda Ha, mani siz o'rganing. chaqirdingizmi? Mani Bag'dodga? o'rganing. Men mana Zilolani so'rab telefon qildim. Man- qarang, Said Farruh bilan kecha ko'rishdim, rahbar bilan. Yo'q dedi. Mana shunaqa payt kirib keldi Said Farruh. Said Farruh kelishdi. Said Farruh kelishdi, rahbar kelishdi. Kelishdi, keyin ertadan soat 8:30da chiqdim gaplashib. Qo'ying, Yo'q. boshqa gap so'zni qo'ying. Yo'q. Niyatlaring nima sizlar? Yo'q, Niyatlaring to'xtang, yordam olishmi? Yo, men sizga qachon kelganimni aytyapman. Mani ham eshitdingmi? Yo'q, kechirasiz. Menga ayting hozir. Yordam Man- olish yo, kerak bo'lsa to'xtab yordam turing, oling. mani ham Men eshitding. qo'limdan kelgan narsani qilib yordam beraman. Yuni Yo'q, qo'qonga. olmayman degan bo'lsa ham bo'lmaydi. Qo'qonga nima olib boramayapsiz? Yuni qo'qonga Men boramiz. Qo'qonga bordimmi shu sizlar? Reis Qo'qonga kuchlimi? bordim. Mashina turibdi, davlatning mashinalari turibdi. Oling to'xtab turing sizga. Men sizni kutib o'sha yerda vaqtimni ayab, shuncha odamni olib borib bordim Qo'qonga. Nima Qarang, qilishim kerak? soat 8:30da Keldim men Bag'dodga. soat 8:30da chiqdim rahbarni oldidan. Sizlar Yo. insonmisizlar, Nargiza? Yo, mani ham Siz bilan eshitding. necha marta gaplashaman kunda? To'xtab Yo, turing. mani eshitding. To'xtab turing. Yo, mani Siz ham bilan eshitding. necha marta gaplashaman bir haftada? Yo, mani ham eshitding. 2 kunda bir gaplashamanmi? Necha Mani- marta ko'rishaman sizlar mani ham bilan bir eshitding, haftada? yo, mani ham 2 marta eshitding. ko'rishamanmi? Qabulda ko'rishaman, boshqa payt ko'rishaman. To'g'rimi? Har bittalaringni murojaatlaringni tinglayman, to'g'rimi? Mani ham Har bitta eshitding. telefon qilganingizda gaplashaman siz Reis bilan. unamaganda shuncha betga qilyapti. Mani ham eshitding. Mani ham eshitding. Man hali gapirib bo'lganim yo'q. Shuna dedi. Osmon qo'lingda bo'lsa tashlab va baribir deyapti. Men tayin makkam deyapti. Reis o'shaning uchun shakka olib keldi. Tishi o'tmadi Qo'qonga. Tishi o'tmadi. Mana Anvar yashamayapti ekan aytdi. Ketgan ekan, eshikni ochma. O'shanga yordam bor ekan. Bor ekan o'shanga. Nimaga u qamalib chiqqan zikda u? Uni yashamaydi desa bo'lmaydi. Xulqi og'ir uni. Etragida buxti bosib qo'ymaydi. Uchastkovoy uni yashaydi deyish kerak. Damashniy asr u. Uy nimasida o'tiribdi u. Prava nimada chiqqan u. Uni yashaydi deydi. Hozir raisni shunaqa nimasi ildizi mahkam ekanki, o'tmadi gap, shuncha gap, odamning gapi o'tmabdi. Bakka ketdi mana. Bu raisni ushagani ketdi. Ushonimdek qilishga necha yildan o'sha rais qiynab kelyapti. Siz telefonda Bag'doddaman, keling dedingiz. Kecha, Men nima qilishim kerak? qarang, kecha Men Zilolani so'rab telefon qildim. Kecha- ketyapti dedi. Qarang. Kimlardan telefon qildi? Kim telefon qildi qarang. menga? To'xtab Kim turing. chaqirdi meni? To'xtab Meni kim turing. chaqirdi? To'xtab turing mana. Zilola chaqirdimi, siz chaqirdingiz? To'xtab turing, mana. Nima tuzyapti? Hech qanaqa dalolnoma degan narsani gapirganim yo'q. Men dalolnomaga qog'ozga ham borganim yo'q. Yo'q aytgandi dedingiz. Dangaladan tushyapti, Qo'qonga tushdim. Tushib hamma mas'ullar chaqirdimda, shunga kiraylik, Zilolaga yordam beramiz, akasiga yordam beramiz deb kirdim. Hech kim ochmadi, telefon qildim. Seni nima masala? Qattasiz desam, men Bag'doddaman dedi, to'g'rimi? Bag'dodga keling dedingiz, keldim. Qo'limdan kelgan yordamni qilmoqchiman, yordam qilaman. Bag'dodga boryapman dedingiz. Bag'dodga boryapman dedingiz. Ketyapman, keldim. Bag'doddan kelib, Bag'dodga qo'yamiz. Bag'dodga qo'yamiz dedingiz. Bag'dodga qo'yamiz. Xullas, olasizlar Yo, yordam nima Bag'dodga. qilaylik? Men kecha qarang, Nima 8 farqi bor sizga? Qo'qonda yordam qilaman. Qo'qonga gap o'tmayapti. Bo'ldi, Qo'qonda yordam qilaman. Sizga qo'lingizga bo'lsa bo'ldimi? Bo'ldi, chetdagi menda spiskani qilib beradi, bo'ldi, masala yo'q. Yo'q, Qo'qondan yordam. Qarang. Menga bu xotin spiska qiladi. Nimaga bu xotin spiska qiladi? Qo'qonda xotin qizlar o'tiribdi. Xo'p, menga qilib bering shu spiskani, bo'ldimi? Men qilib beraman sizga. Bo'ldi, qilib bering. Qilib bermas. Men o'zim qilib beraman. Qo'qondan yordamni qilinglar. Sizga farqi nima qattan qilishimmi? O'zbekiston qiladi yordam sizga, Farg'ona viloyati qiladi. Nima qilasiz tabaqalashtirib? Kecha. Qo'qon qiladi, Bag'dod qiladi, Guliston qiladi, 53-mahalla qiladi. Qaysi mahalla farqi yo'q, basmi sizga? Sizga Qarang. shunchalik boshimizga ekib kelib yerda yordam qilamiz deb tursangiz nima qilganingiz bu? Yopyapsizlarda murojaat. To'xtang, Emas. aka. Kechirasiz, men Aka. murojaatingizni yopish uchun kelganim yo'q. Aka. Vijdonan keldim men Aka. sizga. Aka. Yo, biromat hujjat qildim sizga. Aka. Aka. Men sizga qog'oz uchun kelganim yo'q, hujjat uchun kelganim yo'q. Shuni demayapman. Men o'ylabmanki, ana shu raisni bunday qilib, ani qulog'iga ozon chaqirib qo'yarmikan Shavkatjon degan fikrda qilgan ekan. Hani raisni fikri o'zgaradi hozir. Shuncha odam borsa, desam, beka kelganingizni Adami 200 ga yordam qilmaydimi shunda? Endi men bilmayman unga. U ham har qachon cho'zilib ketadi, bilmayman endi. Xo'p, qarorsin. Raisi qarorsin o'shani ham. Men qaramayman. Otasi o'sha rais bitta buxti bosmaslikka xulq og'irga qarash kerak, inspektor bor. Yettilik qarorsin. Uylab qo'ysin bo'lmasa. Uylab qo'ysin. Hozirmi berdim. Qani, qachongacha qilar ekan topshiriqni? Bo'ldi. Sizlar Mani berasiz topshiriqni. nimaga qaramayman. prezidentga yo'llagan murojaatim bor edi, lekin viloyat darajasida ko'rilyapti ekan.
Men Paralimpiadaga yo'llanma so'raganman. Agar dedim, menga dedim shunaqangi bo'lyapti dedim. Ro'yxatga ham qarang aka. Yo, meni ham eshitingda. Ro'yxatdan qolib ketdim dedim. Mahallaga chiqsam olmayman. Yo, olmayman dedi. Yo, eshittiring, yo, eshittiring. Menam gapiray, menam gap, meni ham eshiting. Yo, meni ham eshiting. Qo'qonga tashlab kelib, boring shu uyga olib boring. Yo, meni ham eshiting. Yo, aka, yo, yo. Aka, men polvonim nazoratda deganman. Ammo masalalarim shunaqa yopilib ketyaptiki, suiiste'mol. Men O'zbekiston fuqarosidan chiqib ketaman deb qo'ygan joyim ham bor aka. Shu mahallada shu ishlasin, men chiqib ketaman degan joyim ham bor aka. Bu xotin-qizlari mas bu. Boshi gapiryapsizmi? Yo, to'xtab turing. Mayli turmushga bering, Qo'qoniga topshiriq bering. Bu hozir ketadi bu. Hozir siz keting, bu ketadi hozir Men Qo'qonga. sizlarga aytyapman, sizlar sherikalik uchun keldi bu yoq. Bo'lmasa Qo'qonga bormaysiz, Qo'qonga borardi shu narsaga. Olib ketinglar, rais bilan yuzma-yuz qilib, raisiga bunday mana manonga qara, o, bularga Bo'lmasa ozon bitta emas, chaqirish kerak Qo'qonga deb boryapti ketdi. demaysizmi, Qo'qonda kutib turadi. Aytildi. Men boryapman. Boryapman dedi, keyin. Siz Bag'dodga boryapman dedingiz. Siz Bag'dodga boryapman dedingiz. Ketyapman dedingiz. Mana bitta ham zaps Ketyapman. Kikansizlar sizlar. zaps bor. Bo'lmasa ertaga Qo'qonga borsiz. Kechirasiz, men sizga boshqa ishim yo'qmi? Nechta fuqaroning murojaati bor? Nechta masalam bor men? Men sizga aytdimmi kecha? 53-mahallaga boraman ertaga Qo'qonga dedimmi? Dang'aradan o'tib Qo'qonga boraman dedim. Men ko'rsatilgan Siz manzil. telefon qildingiz. Men ketyapman Qo'qonga dedim. Nima deysiz aka? Qayerdan sizdan Dang'arani chekkasida mahalladan. Boraman dedimmi? Dedingiz. Xo'p. Ha, xo'p, bordim-ku, yana nima qilay? Xo'p. Siz yo'q ekansiz, men oldim telefonni. Yo'q ekan dedingiz. O'rgandilaring, keyin telefon qildilaring, yana telefon qildingiz-da. Aytdingizki, kelaversin baqa dedingiz, keldim men. Siz aytdingizki, Chiqib ketyapman dedingiz, chiqib ketyapman. Bag'dodga ketyapti dedi. Kelor, Bag'doddan oladi yordam dedingiz. Akangizga yordam bor. Armona yordam beradi, opa. Bo'pti dedim, kesin dedim. Men ko'rsatilgan manzilga borasizmi? Ko'rsatilgan manzilda o'rganasizmi? Xonadonimni o'rganasizmi? Mahallani o'rganasizmi? Yo'q, xonadonimni ko'rsatib. Yuring ketamiz. Oling nogironni olib keting. Yuring, shitda. Murojaatni hal qilish kerakmi? Men ko'rsatilgan manzilim turibdi-ku meni. Kechirasizmi? Olib keting. Xolasidan yordam oling. Men sizlarga aytdim. Xohlasaman. Sizlar g'alati ekansizlar. Men bor-yu Qo'qondan. Men sizlarga hamma o'ynab turasizlarmi? Qo'qon deysizlar, Bag'dod deysizlar, aqabaq. Men boshqa ishim yo'qmi, opa? O'shani siz Qo'qonga boryapman, Qo'qonda basman deyapsiz. Bag'dodga kelyapman, Bag'dodda basman deyapsiz. Nima deganingiz bu? Men sizga vaqt ajratib kelyapman. Bizga yashayapti, deyilmayapti. Sizga mana zapit turibdi. Siz chaqirdingizmi meni shu Bag'dodga? Oling yig'ishtiryapti. Meni o'rgangani kelasiz dedim men bu yerga. Meni o'rganing. Men ham shu yerda yashayapman. Meni ham murojaatim bor. Meni o'rgangani kelishingiz kerak. Buni Qo'qonda raisiga topshirib kelishingiz kerak. Bu raisga topshirmang. Bu yerda uyi yo'q buni. Men qabul qilmayman men. Ana olib ketaveringlar. Meni uyimga olib turmanglar. Nima Qo'qonga yesa yursin. Jo'gada keyin bizga topshirdi. Mana videosida meni uyimga kirma. Bor. Meni uyimga kirma.